Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bizni kanalimizni kuzatib boruvchilar, hammalaringga murojaat bilan chiqmoqchiman. Yaqinda kelgan texnikalarimiz egalariga tarqatildi. O'zlaring bilasizlar, shu $25,000 dan ham 1.8 pogroshiklari olib kelyapmiz. Egalari olib ketyapti, o'zlarini xulosasini bildiryapti. O'sha birga bir Vichay motori bilan kelyapti, ko'ryapsizlar. Keyin yana bitta gap katta ekskavatorlar haqida. O'zi bu murojaat o'sha narsa haqida bo'lyapti. Bu yerda 110 ming, $100,000 dan sotilyapti. Texnikani ustiga juda katta pul qo'yib yuborgandan keyin buni bemalol sizga 1 yilga rassrochka qilib ham beraveradi. Sizga 1 yil siz xursand bo'lasiz, 1 yilga rassrochkaga oldim deb, aslida ustiga juda katta summa qo'yilgan bo'ladi. Bizda xuddi o'sha texnika, o'sha Cummins motori bilan hamma joyi bir xil. Xohlasangiz 6 porshili motor, xohlasangiz 4 porshili motori bilan o'sha 150 taliklarimiz 75 mingga keladi. Biror texnikani katta pulga olishdan oldin juda ham e'tiborli bo'lib nima qilinglar. Shunchaki ko'plar kelyapti-da, hech joyda surishtirmasdan juda qimmatga texnikani olyapti-da, mana 6 oyga 1 yilga bo'lib berishga oldim deyapti. Aslida uni ustida 25 ming, 30 ming dollar narx ustiga yana qo'shimcha qo'yilgan. O'sha uchun 3 kubalik pogroshiklarimizni ham aytib o'tib ketaman. Sразу 49 mingdan olib kelib beramiz. Farqi yo'q, xohlasangiz 3 kuba, xohlasangiz 3.2 kuba, xohlasangiz 3.5. Narxi mana shunaqa bo'ladi. Bu yerdagi narx avval solishtiringlar hamma joyga. Sizga 59 mingdan sotadi-da, rassrochka deyoradi. U ustiga 10 ming qo'shib yuborganda o'sha rassrochkaga bersa ham yutqizmaydi. Mana misol bizda 75 ming deyapmiz, 150 talikni sizga 110 ming dollarga beradi-da, ustiga yana qancha raznica bo'lib ketyapti? 35 mingni raznica bo'lib ketyapti. Sizga keyin aytadi, mayli 1 yilda bo'lib bersalaring ham mayli deydi. O'shanda siz juda katta pul qo'shimcha to'laysiz. Yana bitta mini ekskavatorda pulini qo'shib berasiz. Shuning uchun e'tiborli bo'linglar. Keyin o'sha Yanmar ekskavatorimizni ham aytib o'tdik. Mini ekskavator 60 ming turmaydi. 60 ming, 65 ming, 50, 55 ming u juda qimmatga olgan bo'lib qolasizlar. Bizda 45 ming turadi. Xolasalaring 95 talik, xolasalaring 85 talik o'sha yaponskiy motori bilan keladi. Nimalari gidronososlari porshnevoy. Nima emas, shesтеренчатый enchoyimiz, import. Har doimgidek aytib o'taman, tanishlaringizga tarqating, podpiska bosing. Eng arzon biz sotamiz. Любой joyga solishtiringlar. Agar yo'q bizda ham arzon desa, boshqa sotuvchilar bu videoni ko'rsa, kommentariyaga yozsin. Men o'zimizning texnikalar narxini aytaman. Sifati boshqacha bo'lmaydi. Bir xil motor, bir xil korobka bo'lgandan keyin ikkalasi ham bir xil texnika bo'ladi. Shuning uchun arzon narx aytganim bilan yomon unga boshqa misol Yunay, Xinchay nima yana boshqacha Xitoy motorlar qo'yilmagan. Misol Cummins motorni ham o'zlaring bilasizlar, Yanmarni ham bilasizlar. Shuning uchun texnikalarni olishdan oldin e'tiborli bo'lamiz. Katta pul nima qilmaymiz. Sizlarga foizsiz rassrochka deyoradi-da, bu yog'idan tan narxini oshirib qo'ygan bo'ladi. Shuning uchun juda e'tiborli bo'lamiz. Aziz ekskavator kanaliga nima qilasizlar? Murojaat qilasizlar. Hammaga tarqatinglar. Любой joyga solishtiringlar. Mana bu yerda shunaqa narx ekan denglar. Biz beradigan narxni O'zbekistonda hech kim bermaydi. Bemalol xohlagan texnikalaringni olib kelib beramiz. Sizlar aytsalaring bo'ldi. Hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin.